Demak, birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa sertifikatlarni tushuntirib o'taman. Milliy sertifikat sizlarga, to'g'rimi? Milliy sertifikat bu O'zbekistonda o'zi uchun kerak bo'ladigan sertifikat. O'zi aslida ikki xil sertifikat bor. Bittasi milliy, bittasi TS degani, demak, turkcha yetarlilik sinovi. Bu xalqarosi bu. Bu milliysi, bu xalqarosi. Ichidagi narsalar bir-biriga o'xshaydi, lekin eng asosiy farqi nima? Eng asosiy farqi bu butun dunyoga o'tadi. Xuddi IELTSga o'xshab. Butun dunyoga o'tadi, bu faqat O'zbekistonga o'tadi. Endi bu haqida ham ma'lumot berib ketaman. Buni asosan ko'proq tushuntiraman. Xo'p, milliy sertifikat bu 4 ta bo'limga bo'linadi, bilasizlar, ha? Xo'p. Yozma, konuşma. Mana endi bitta-bitta tushuntirib ketaveraman. Dillamamiz nechta savol bo'ladi? Sarvinoz? 35 ta savol bo'ladi. 4 ta deysizmi? 35 ta savol bo'ladi. Ya'ni 35 ta savolga qarab sizlarga jami 75 ball beriladi. 75 ball. Ya'ni mana shu 35 ta savol hammasini yetsanglar 75 ball beriladi. 100 emas. Ko'pchilik 100 deb o'ylaydi. Maksimal 75 ball. Endi bunda qanaqa bo'ladi? Bunda qismlarga bo'lingan bo'ladi. Adashmasam 4 ta yoki 5 ta bo'lardi. Matn beriladi. Matn quloqlarga kirganlarni quloqlariga bunaqa quloqchin beriladi. Hamma quloqda quloqchin bo'ladi. Taqaslarda savollarni, matnlarni o'qib beradi. Yaxshilab eshitasizlarda, qo'llaringda qog'oz bo'ladi. O'sha qog'ozda ABCD variant bo'ladi. O'sha ABCD variantni belgilaysizlar. Mana bu A, mana bu B. Savol, matnlarni faqat quloqda eshitasizlar. Xuddi shunaqa qilib belgilaysizlar. Tushunarli? Keyingisi o'qimamiz ham xuddi shunaqa. 35 ta savol bo'ladi. Bu o'zimizda A5 ni test. Maktabda yechamiz-ku qog'ozga qarab, shunaqa test. Bunda ham asosan matnlar bo'ladi. Bunga ham shu 75 ball beriladi. Keyingisi yozmamiz. Yozmamizda o'zi ikkita qismga bo'linadi. Demak, birinchisida maktub yozish kerak bo'ladi. Rasmiy, norasmiy. Mana. Xo'p, 2 essay. O'sha 3 ta desak ham bo'ladi. Mana birinchisida biz maktub yoki ariza yozishimiz kerak, ya'ni rasmiy xat yozamiz. Rasmiy xat qanaqa bo'lishi mumkin? Qanaqadir rasmiy joyga maktub bo'lishi mumkin. Misol uchun ishga kirishga ariza bo'lishi mumkin yoki ishdan bo'shashga ariza yozing deydi. Mana shunaqa rasmiy narsa. Norasmiy qanaqa? Norasmiy shu o'zimizda aytadi, misol do'stingizga yoki onangizga, oila a'zolaringizga xat yozing deydi. Shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Ikkita. Birinchisini o'zi va ikkinchisi essay. Essayni bilamiz, ha? Kichkinagina inshoga o'xshagan narsa. Buni bir varoq bo'ladi. Xuddi shunday sizlarga bitta mavzu beriladi. O'sha mavzu bo'yicha to'liq o'zlaring fikrlaringni yozib berishlaring kerak. Tushunarli bu ham? Buni ham bali shunaqa. Nima deysiz? Mana shu uchalasini hammasini yozish kerakmi yozmada? Albatta, albatta hammasini. Ha? Uchala o'rgatayotganingizni yozish kerakmi deyapti. Aha. Faqat yozmani yozamiz-ku. Yo'q, yozmada 3 ga bo'laylik. Uchuvsini ham yozamiz, uchuvsini ham yozamiz. Uchalasini ham yozamiz. Maksimal 75 ball olmoqchi bo'lsangiz, hammasini yozasiz. 75 ball olmoqchi bo'lsangiz, hammasini yozasiz. Bittasini yozib, boshqasini yozmasangiz, o'z-o'zidan ballingiz ham past bo'ladi. Endi konuşmaga o'tamiz. Konuşma. Birinchisida savol-javob bo'ladi. Ikkita ekan. Savol-javob. Rasm bo'ladi. Xo'p. Ikkinchisida mustaqil gapirish. Mustaqil gapirish mana. Demak, kirasizlar, konuşma sal boshqa kunda bo'ladi. Birinchi kuni uchalasi bo'ladi. Imtihonga kirgan kunlar uchalasi bo'ladi. Konuşmada boshqa paytda bo'ladi.
uncha ko'p vaqt ketmaydi, 10 minut, 15 minut vaqt ketadi. Bu kompyuterda bo'ladi. Shu narsalarni aytib ketay. Kompyuterda bo'ladi. Ya'ni odam o'zi gapirish kerak, odam bilan gaplashish kerak, lekin bu kompyuterda bo'ladi. Shu tomoni qandaydir osonroq, hayajon kamroq bo'ladi. Kompyuterga qarab gapiraverasizlar. Demak, birinchi savol-javob. Savol-javobda 3 ta savol beradi. Qanaqa savol? Oddiy o'zingiz haqingizda savol. Misol uchun berishi mumkin qiziqadigan kinoyingiz nima? Yoki bo'lmasa yaxshi ko'rgan ovqatingiz nima? Yoki sayohat qilishni yoqtirasizmi? Qayerga borgingiz keladi? Shunaqa. Qisqa savol. 2-3 ta gap bilan javob berib ketamiz bo'ldi. Xo'p, keyin B'sida rasm beriladi, 2 ta rasm beriladi. O'sha rasmlarga qarab gapirib berishingiz kerak. Masalan, bitta domni rasmi bilan bitta qishloqdagi hovlini rasmi berilibdi. Ikkalasining farqlari nima, qaysi yaxshi, shular haqida gapirib berishlaring kerak. Keyin bular tugagandan keyin mustaqil gapirish bor. Mustaqil gapirishda bitta mavzu beriladi, xuddi mana essega o'xshab ketadi. Faqat buni yozmaysizlar, gapirasizlar. 5 minutmi, adashmasam 3 minut vaqt beriladi. Shu vaqt ichida to'xtamasdan gapirishlaring kerak. Misol uchun umumiyroq narsa beriladi. Mavzu beradida o'sha texnika rivojlanishdek, texnika rivojlanishi hozirgi kunda juda ham zo'r bo'lib ketyapti. Buni foydali tomonlari qaysilar, zararli tomonlari qaysilar? Shularni gapirib bering deydi. O'shanaqa qilib gapirishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli? Siz kirib chiqqansiz-ku, to'g'rimi? Ha. Da shu. Men shu menimcha tushunarli. Xo'p, endi bizlar hozir birdan bu sertifikatga tayyorlanib ketmaymiz. Birinchi bizlar kitobdan o'tamiz. Kitobda mana Istanbul degan kitobimiz bor. Istanbul. Bu darajalarga bo'lib berilgan. Mana A1 dan boshlanadi. A1, A2, C1 gacha bor xullas. C1 gacha ya'ni. Endi bizlar mana bu A2 kitobni uje A1 da tugatganimizdan keyin A2 kitob bilan birga biz konuşmani boshlan 2 ta savolni mana bunga tayyorlanaveramiz. Konuşmani boshlaymiz. Xo'p, endi B1 ga o'tganimizdan keyin B1 bilan birga nimani boshlaymiz? Yozmani boshlaymiz. Xo'p, o'sha B2 ga o'tganimizdan keyin общий umumiy testlarni boshlaymiz. Tushundinglar-a menimcha? Xo'p, ya'ni birdan hammasini boshlamaymiz-da, bitta asta boshlab boramiz. Shunda sizlar ham qiynalib qolmaysizlar. Birinchi mana kitobni o'zini tugatib olamiz, keyin konuşmani qo'shamiz, keyin yozmani, keyin testni qo'shamiz. Shunda hammasiga birdan tayyorlangan bo'lamiz. Xo'p, endi xo'p. Yana nimasi qoldi? To'lovlarni bilasizlar-a menimcha? 556 mingmi shunaqa. Yozib qo'ying. 300 so'm ham bor edi-yu. Xo'p. Shu. Savol bormi bu bo'yicha, milliy sertifikat bo'yicha? Yaxshi. Endi mana bu haqida ham qisqagina tushuntirib ketaman. Balki Turkiyaga yo chetga ketkilaring kelib qolar. Mana shu tayyorlansa bo'ladi. Ha, deyarli bir xil. Bosim. Aslida endi kimga qanday? Da. Ha. Endi qaranglar. Keyin bitta narsa qolib ketibdi. Mana yerda multi level degan narsa bor. Multi level ingliz tili bilasizlarmi, o'qiganmisizlar? Multi level degani avtomatik o'zi daraja beradi. Misol uchun B1, B2, C1 gacha beradi bu. Ya'ni sizlar ballaringga qarab bitta imtihonda 3 tasidan bittasini beradi. Oldin bu boshqacha edi, bir 2-3 yil oldin multi level degan narsa yo'q edi. Sizlar yo manuga topshirishlaring mumkin edi, yo manuga. Uni minus tomoni nima? Misol uchun sizlar manuga topshirdinglar. Agar ballaring misol zo'r bo'lib kelsa, manu bo'lib kelsa, sizlarga manu sertifikat bermaydi. Sizlarga faqat buni beradi. Yoki manuga topshirdinglar. Bunga topshirdinglarda salgina ballaring yetmay qoldi. Ya'ni ballaring manuga to'g'ri kelib qoldi, lekin sizlarga buni bermaydi. Ana shu tomoni yomon edi. Manu yaxshi qilgan, o'zlaring ballaringga qarab uchalasidan bittasini olib chiqasiz. Ya'ni quruq chiqmaysizlar. Mana shunaqa. Mana eng yuqori. C1. Endi bunga o'tamiz.
Bunda ham xuddi shunaqa 4 ta bo'limga bo'linadi. Xo'p, endi buni farqlari nima? Savollarda farqlar bor, savollarida. Bunda manada asosan sarlavhali narsalar ko'p. Ya'ni bitta fikr beradi-da, o'sha fikrga to'g'ri kelgan narsani toping deydi. Asosan boshida ikkita uchta qismda bitta fikrga sarlavha qo'shing deydi yoki reklama beradi-da, reklama nima haqidaligini toping deydi. Mana shunaqa narsalar. Bunda qanaqa bo'ladi? Men o'qima bilan dinlamada asosan matn bilan ishlanadi. Matn, ya'ni 5 ta matn beriladi-da, o'sha matnning ichidan savol beriladi. Ya'ni mayda-mayda narsalar yo'q bunda. Keyin yozmasi ham 2 ta buniki. Bu yoqda 3 ta bo'lib ketgan, 2 ta. Konuşmasi ham 2 ta. 2 ta faqat konuşmani bu yoqda odam bilan bo'ladi. Bu yoqda kompyuterga bo'lardi, bu yoqda odam bilan bo'ladi. Endi yana nima farqi bor edi? Ha, buniki darajalari B2 bor, C1 bor. Bunda B1 yo'q. B1 yo'q, B2 bor, C1 bor. Xo'p, endi yana nimasi bor? Buni narxini ham yozib ketay. $80. 1 milliondan oshadi, 1 million 100 atganlarga boradi. Chunki u chekka o'tganligi uchun. Shunaqa. Lekin buni uncha kishi ololmaydi. Olsa Endi manudan ko'ra qiyinroq. Undan ko'ra qiyinroq. Xo'p, buni xo'p, eng nima tomonlar, minus tomonlarni aytay. Minus tomoni nima? To'lovda muammo ko'p bo'ladi. To'lovda Ziraat bank degan bank bor. Bittagina shunga qilish kerak. Men o'zim boshida bunga qiziqib ko'rgandim. Toshkentda edim bu payt. Toshkentda shunday borsam Ziraat bankka o'z abitdan keyin bordim. Ertalab kelgan odamlar o'chiribda turibdi. Tiqilib ketgan. Ya'ni o'chirat ko'p bo'ladi, 1 kun yo 2 kun vaqt ketadi to'lov qilib olish uchun. O'sha tomoni sal qiyinroq. Buniki o'zlaring bilasizlar, boyagi Maygovga kirasizlarda shuni plastikdan o'tkazib yuborasizlar. Shu tomoni yaxshi buni. Ham bu arzonroq, bu qimmatroq. Lekin Turkiyaga o'tadi bu, xalqaroga o'tadi. Xo'p, yana nima savol qoldi? Sertifikat bo'yicha. Bo'ldi.